Bo'yiga 2,1 sm. Eniga 60 sm. Rossiya standartiga javob beradigan Midea xolodilnigini obzor qilib beramiz. Bu kameramizning hajmi 256 litr. Morozilka qismining hajmi 104 litr. Bu xolodilnigimiz invertorli kompressor asosida ishlab chiqarilgan. Bu turdagi xolodilnigimiz havo bilan muzlatish sistemasiga ega. Midea xolodilnigimiz No Frost sistemasida A++ kategoriyasida ishlaydi. Bu xolodilnigimiz juda tix ishlaydi. Oldida uxlasangiz ham bo'laveradi. 38 desibelda ishlaydi. Bu invertor kompressor yiliga 260 kilovatt yeydi. Bu degani ekonomik ishlaydi degani. Midea xolodilnigimizning og'irligi 68 kilogramm. Bu xolodilnigimizning eng asosiy narsasi telefon bilan boshqarsangiz bo'ladi.